Assalomu alaykum aziz obunachilar, azizlarim. Mana meni o'zimning eng yaqin o'rtog'im. Beton teshish, kesish, boshqa ochish, karamka kesish, xullas kalom beton bo'yicha nima ish kerak bo'lsa, beton bilan jang qiladigan bola. Mana shu biznesni yo'lga qo'yibdi. Mana hamma apparatlar, nima apparat bo'lsa, hamma apparatlarni olib qo'yibdi. Kimdir uy qurdi, to'g'rimi? Uy qursa, fundament qo'yguncha porchka esdan chiqib ketib qolsa, porchka ochish to'g'ri kelib qolishi mumkin. Podoli dori bo'lish uchun kichkinagina porchka qo'ysangiz, podoli dori bo'ladi, bemalol kirib foydalansangiz bo'ladi. Bemalol foydalansangiz bo'ladi. O'sha uchun teshishlar, eshik o'rnatish, xullas kalom nima beton bilan bo'layotgan ishlar, keyin santexnika, nima ishlar bo'lsa, santexnika bilan ham shug'ullanadi. Nima ishlar bo'lsa, mana shu nomerga telefon qilasizlar, Yakkabog' bo'ylab bemalol xizmat ko'rsatadi akalar. Nima ishlar bo'lsa, bemalol telefon qilib, aloqaga chiqib, ishlarni bitirsalar bo'ladi azizlarim. Bittadan like deb bosamiz, gumlab telefon bosib